Palatkani oldida kaziroga bu palatkamiz 2 xonali bo'ladi. 330 ga 210, bo'yi 180 bo'ladi. Stoykalar metaldan ishlangan. Ikkita eshigi bor bu yog'ida. Qarama-qarshisi yana bitta eshigi bor. Bu yog'ida portichkasi bo'ladi. Eshigi, portichkasi hamma yog'ida maskning setkasi bor. Pashshacha bilan kirib bezovta qilmaydi. 2 xonali bo'ladi. Mana shu devorini olib tashlab, seli katta palatka qilib ishlatsa ham bo'ladi. Patolog polniy panorama bo'ladi. Bu tabiat qo'ynida kech payt boshqacha atmosfera beradi. Palatkani oldida kaziroga bor. Kaziroganing razmeri 1,5 metrga 3 metr bo'ladi. Balandligi 1,70 bo'ladi. Uni tagiga bemalol stol qo'yib joylashib o'tirsangiz bo'ladi. Komplektda o'zining o'rniga arqoni, qoziqlari bo'ladi. Bu naves tortib qo'yishga ishlatilgan, yana qo'shimcha shamolda palatkani tortib qo'yishga komplektida arqonlari, qoziqlari mavjud. Tagidagi materialiga kelsak, bu salafan qopga o'xshagan materialdan ishlatilgan, suvga chidamli, namga chidamli materiallardan hisoblanadi. Palatkani polini hamma yog'i yopib o'tiradi. Tashqaridan hech qanaqa hasharot, hech narsa kirmaydi palatkani ichiga. Palatkani materiali plashovka bo'ladi. Bu suvga, yomg'irga chidamli hisoblanadi.